Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani ko'taryapman. Pensionerlarga pul qaytarilishi, pensiya indeksatsiyasi va ayrim hollarda odamlar tushunmay qolayotgan. Natijada o'z haqini vaqtida talab qila olmayotgan holatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, yaqinlariga, boquvchisini yo'qotganlarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga va ijtimoiy nafaqa oluvchilarga bevosita tegishli. Men bugun oddiy tilda tushuntirib beraman. Pensiya oshganda aslida qancha qo'shilishi kerak, qaysi holatda pul qayta hisoblanishi mumkin, qachon sizga qo'shimcha to'lov berilishi kerak, qachon esa indeksatsiya bo'ldi deyilgan bo'lsa ham qo'lingizga sezilarli pul tegmasligi mumkin. Eng muhimi, men sizga amaliy yo'lni aytaman. Qayerga murojaat qilish, qanday hujjatlarni yig'ish, arizada nima yozish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'p odam aynan oxirgi bosqichda xato qiladi. Og'zaki gapga ishonib qaytib ketadi. Yozma javob talab qilmaydi. Natijada pulni ola olmaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu kabi huquqiy va ijtimoiy masalalarni men aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Avval pensiya masalasi odamlarga nisbatan sodda ko'rinardi. Davlat pensiyani belgilaydi. Oyma-oy to'laydi, oshsa avtomatik oshadi. Pensiyalar faqat bank kartasiga yoki pochta orqali pul tushishini kutadi. Lekin amalda hammasi bunday oddiy emas. Pensiya miqdori bir nechta omillarga bog'liq. Ish staji, ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, minimal miqdorlar, indeksatsiya sanasi, qayta hisoblash uchun asoslar va tizimdagi ma'lumotlarning to'g'riligiga. Eng ko'p chalkashlik aynan pensiya indeksatsiyasi degan so'z atrofida paydo bo'ladi. Ko'pchilik indeksatsiyani shunday tushunadi. Narxlar oshdi. Demak, mening pensiyam ham shuncha foizga oshishi kerak. Aslida indeksatsiya pensiya va nafaqalar miqdorini belgilangan tartibda oshirish demakdir. Lekin u har bir odamga bir xil summada sezilmasligi mumkin. Nega? Chunki kimdadir asosiy pensiya miqdori boshqacha, kimdadir ustama bor, kimdadir minimal kafolat miqdorigacha yetkazib berish bor. Yana kimdadir avvaldan qo'shimcha to'lov hisoblangan. Mana shu joyda odamlar aldov fosh bo'ldi deb o'ylaydi. Chunki televizorda yoki xabarlarda pensiyalar falon foizga oshirildi deyiladi. Pension esa kartasiga qaraydi. Nega mening pulim aytilganidek oshmadi deb hayron bo'ladi. Men bu yerda shuni aniq aytaman. Har doim ham bu ataylab aldash degani emas. Lekin ayrim holatlarda hisob kitob noto'g'ri bo'lishi, ma'lumotlar bazasida xato turishi, ish staji to'liq kiritilmagani, arxiv ma'lumoti yetishmagani yoki qayta hisoblash o'z vaqtida amalga oshirilmagani sababli pensioner haqiqatan ham kam pul olgan bo'lishi mumkin. Ilgari ko'plab pensionerlar pensiya hisob kitobini umuman tekshirtirmas edi. Davlat o'zi biladi. Pensiya jamg'armasi hisoblab bergan bo'lsa to'g'ridir. Men qari odamman, qayerga boraman degan fikrlar ko'p edi. Hujjatlar ham ko'pincha qog'oz shaklida bo'lgan. Mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxivdan olingan spravka, buyruqlar nusxasi, harbiy xizmat, ta'lim davri yoki bolani parvarishlash davri haqidagi ma'lumotlar alohida saqlangan. Hozir esa tizim asta-sekin raqamlashtirildi. Ko'p ma'lumotlar elektron bazalarga kiritilmoqda. Pensiya miqdori qayta hisoblanayotganda elektron ma'lumotlarga tayangan holda qaror qabul qilinadi. Bu yaxshi tomoni, tezroq, shaffofroq va mas'uliyat tekshiruv imkoniyati ko'proq. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar elektron bazaga sizning biror ish joyingiz kiritilmagan bo'lsa, ish stajingiz kamayib ko'rinishi mumkin. Agar maosh ma'lumoti noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pensiyangiz past chiqishi mumkin. Agar familiya o'zgargan, arxiv hujjatida ism sharif bir harf bilan farq qilgan bo'lsa, tizim bu ma'lumotni sizga bog'lamasligi mumkin. O'zgarishlarning yana bir tomoni shuki, pensionerlar endi ko'proq o'z huquqini talab qilishni boshladi. Kimdir qo'shnisidan eshitadi, menga qayta hisoblab 3 oylik farqni to'lab berishdi. Kimdir internetda ko'radi, pensionerlarga pul qaytarilmoqda. Shunda hamma bir savol beradi, menga ham qaytariladimi? Men bugun aynan shu savolga tartib bilan javob beraman. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan pensionerlar e'tibor berishi kerak. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan so'ng rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ma'lum davrdan keyin pensiya qayta hisoblanishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Bu yerda men ishladim, demak avtomatik juda katta pul qo'shiladi deb o'ylamaslik kerak. Qayta hisoblashning o'z qoidasi, muddati va asosi bor. Lekin ishlagan davringiz tizimda ko'rinmay qolsa yoki ish beruvchi kerakli badallarni to'liq ko'rsatmagan bo'lsa, sizga tegishli qo'shimcha miqdor hisoblanmay qolishi mumkin.
Masalan, bir pensioner 2022 yilda pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 1 milyon 200 ming so'm bo'lgan. Keyin u 2022 va 2023 yillarda maktabda qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. Har oy ish haqi olgan, undan belgilangan to'lovlar ushlangan. Agar bu davr pensiya tizimida to'g'ri aks etsa, qayta hisoblashda uning pensiyasiga o'z bo'lsa ham qo'shimcha ta'sir qilishi mumkin. Lekin ish beruvchi ma'lumotlarni kech yuborgan yoki shaxsiy hisobda xato bo'lsa, pensioner men 2 yil ishladim, lekin pensiyam o'zgarmadi deb qoladi. Bunday holatda gap og'zaki norozilikda emas, aniq tekshiruvda. Ikkinchi guruh ish staji to'liq hisobga olinmagan pensionerlar. Bu juda ko'p uchraydi. Ayniqsa Sovet davrida 1990 yillar boshida kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkilotlari, kooperativlar, xususiy korxonalarda ishlagan odamlarning hujjatlari arxivga to'liq topshirilmagan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq. Buyruq raqami bor, lekin arxivda topilmaydi. Ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Natijada pensiya hisobida faqat tasdiqlangan davrlar olinadi. Qolgan davrlar isbotlanmagan bo'lib qoladi. Misol uchun, opa o'tim yil ishlaganman deb biladi. Mehnat daftarchasida ham deyarli o'tim yil ko'rinadi. Lekin pensiya tayinlashda 24 yil 8 oy tashqi qabul qilingan. Sababi 5 yildan ortiq davr bo'yicha ish beruvchi tugatilgan, arxivda ma'lumot topilmagan. Opa esa buni bilmaydi, chunki unga faqat pensiyangiz tayinlandi deyilgan. Oradan 3 yil o'tib, qarindoshi hujjatlarni ko'rib, staj kam olinganini sezadi. Agar keyin arxivdan qo'shimcha dalil topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ayrim hollarda farq ma'lum davr uchun qaytarib to'lanadi. Lekin hammasi murojaat, sanasi xatoning sababi va qonuniy tartibga bog'liq. 3-guruh ish haqi ma'lumoti noto'g'ri olinganlar. Pensiya miqdoriga faqat staj emas, ish haqi ham ta'sir qiladi. Ba'zi odamlar hayotining eng yaxshi maosh olgan davrini isbotlay olmaydi. Masalan, u 1945-1990 yillarda yaxshi maosh olgan, lekin ma'lumotnoma yo'q. Pensiya esa pastroq maosh davri bo'yicha hisoblangan. Keyin arxivdan ish haqi vedomoslari topiladi. Shunda odamning pensiyasi oshishi mumkin. Bir hayotiy misol. Aka metallurgiya korxonasida uzoq ishlagan. Pensiyaga chiqqanda maosh ma'lumoti to'liq topilmagani uchun unga o'rtacha past ko'rsatkich bilan pensiya hisoblangan. Keyin farzandi viloyat arxiviga so'rov yuboradi. Arxivdan 7 yillik ish haqi ma'lumotlari chiqadi. Qayta hisoblashda aka pensiyasi oyiga bittaqdan 1000 so'mga oshadi. Agar bu farq bir necha oy uchun to'lab berilsa, qo'lga birdaniga sezilarli summa tushishi mumkin. Odamlar pensionerlarga pul qaytarilmoqda deganda. Ko'pincha aynan mana shunday qayta hisoblash farqlarini nazarda tutadi. 4-guruh o'quvchisini yo'qotganlar va nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu toifadagi odamlar ham indeksatsiya va qayta hisoblashda xatolardan xoli emas. Masalan, o'quvchisini yo'qotgan oila bir nafar farzand uchun pensiya olgan. Keyin ikkinchi farzand bo'yicha hujjat kech topshirilgan. Yoki nogironlik guruhi o'zgargan, lekin to'lov miqdori o'z vaqtida moslashtirilmagan. Bunday holatda ham qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, ish stajingiz va ish haqi davrlaringizni tekshirtirib olgan bo'lsangiz, indeksatsiyadan keyin yangi miqdor to'g'ri kelayotgan bo'lsa, vahimaga tushishga hojat yo'q. Har bir odamga albatta sizga pul qaytariladi deyish noto'g'ri. Bunday va'dalar odamlarda yolg'on umid uyg'otadi. Shuningdek, pensiya oshirganda hamma bir xil miqdorda ko'proq pul oladi degan fikr ham noto'g'ri. Masalan, 2 pensioner bor. Birinchisining asosiy pensiyasi 900 ming so'm. Ikkinchisiniki 2 million so'm. Agar ma'lum foizli oshirish bo'lsa, summadagi farq har xil chiqadi. Yana bir odam minimal miqdorgacha yetkazib beriladigan qo'shimcha olishi mumkin. Bunda oshirishdan keyin uning asosiy qismi o'zgaradi, lekin qo'shimcha qismi kamayishi yoki tarkib o'zgarishi mumkin. Natijada u nega menga aytilgan foiz to'liq qo'shilmadi deb o'ylaydi. Aslida umumiy hisobda tizim boshqa mexanizm bilan ishlagan bo'lishi mumkin. Eng birinchi nozik jihat oshirish sanasi. Farmon yoki qarorda bir sana ko'rsatiladi. Masalan, pensiyalar bir sanadan oshiriladi. Lekin to'lov amalda oyning qaysi kunda tushishi bank yoki pochta jadvali, qayta hisoblash texnik muddati odamni chalg'itadi. Ba'zan bir oyda eski miqdor tushib, keyingi oyda farq qo'shib berilishi mumkin. Ba'zan esa odam menga oshirilmagan deb shoshiladi. Aslida texnik qayta hisoblash hali yakunlanmagan bo'ladi. Lekin bu kutib yuravering degani emas. Agar belgilangan muddat o'tib ketgan bo'lsa, albatta yozma murojaat qilish kerak.
Ikkinchi nozik jihat pensionerning hisob varag'i va to'lov usuli. Ba'zi pensionerlar bank kartasi almashtirilganini, plastik muddati tugaganini, bankdagi hisob raqami o'zgarganini o'z vaqtida bildirmaydi. To'lov hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin texnik sabab bilan tushmay qoladi. Yoki pochta orqali oladigan pensioner manzilini o'zgartirgan, ro'yxatdan o'tish joyi boshqa, yashash joyi boshqa. Bunday holatda pensiya yo'qoldi emas, balki yetkazish tizimida to'xtab qolgan bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat ortiqcha to'lov va qaytarib ushlab qolish. Ba'zi odamlar faqat pul qaytariladi degan tomonini eshitadi. Lekin tizimda aksincha holat ham bo'lishi mumkin. Agar oldin ortiqcha to'lov qilingan bo'lsa, keyingi pensiyadan ushlab qolish masalasi chiqadi. Masalan, nogironlik guruhi muddati tugagan, qayta ko'rikdan o'tish kechikkan, lekin to'lov davom etgan. Keyin aniqlansa, ma'lum summa ortiqcha hisoblanishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda hujjatni ko'rib, sababini bilish kerak. 4-nozik jihat og'zaki javobga ishonish. Men ko'p ko'rganman, odam pensiya jamg'armasi bo'limiga boradi. Xodim hammasi to'g'ri deydi. Pensiyon esa qaytib ketadi. Lekin hammasi to'g'ri degan og'zaki gap huquqiy hujjat emas. Agar siz shubhalansangiz, albatta yozma ariza bering va yozma javob oling. Yozma javobda pensiya miqdori, staj, ish haqi, qo'shimchalar, rad etish sababi yoki qayta hisoblash asosi ko'rsatilishi kerak. Keyin xato bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish mumkin bo'ladi. 5-nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Pensiyangizni oshirib beraman, qaytariladigan pulingiz bor, ma'lumotlar bazasiga kiritib qo'yaman deb pul so'raydiganlar chiqadi. Hech qachon begona odamga karta raqamingizni, SMS kodni, pasport nusxangizni, PIN kodni bermang. Davlat xizmatlari va pensiya organlari sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir hozir kodni aytsangiz pul tushadi desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Birinchi misol. Onaxon 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. Xabarlarda pensiyalar oshgani aytiladi. U kutadi, kartaga 1 million bittaqda 1 ming so'm tushadi. Onaxon nega menga kam oshdi? Falon foiz bo'lsa ko'proq bo'lishi kerak edi deydi. Tekshirsa, uning pensiyasida minimal miqdorgacha yetkazish bo'yicha qo'shimcha komponent bo'lgan. Oshirishdan keyin asosiy qism o'zgargan, lekin oldingi qo'shimcha tarkibi qayta hisoblangan. Natijada umumiy summa oshgan, lekin odam kutgan miqdorda emas. Bu holatda xato bo'lmasligi ham mumkin, lekin baribir hisob varaqasini ko'rish kerak. Ikkinchi misol, otaxon 35 yil ishlaganini aytadi, lekin pensiya hujjatlarida 28 yil staj ko'rsatilgan. U avval bunga e'tibor bermagan. Keyin eski mehnat daftarchasini ko'rib, 7 yil kolxozdagi ish davri hisobga olinmaganini biladi. Arxivga so'rov beriladi. Kolxozning voris tashkiloti yoki tuman arxivida buyruqlar topiladi. Hujjatlar topshirilgach, pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Agar qonuniy asos bo'lsa, pensiya oshadi va ma'lum davr uchun farq to'lanadi. Bu pul sovg'a emas, bu odamning o'z mehnati uchun hisoblanishi kerak bo'lgan haqidir. 3-misol. Ayol kishi pensiyaga chiqqanda farzand parvarishi davri, ta'lim davri yoki ayrim ijtimoiy davrlar bo'yicha hujjatlarni to'liq topshirmagan. Keyin farzandlari tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlarni tartib keltiradi. Ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin bo'lsa, pensiya qayta hisoblanadi. Lekin bu yerda har bir davr avtomatik qo'shiladi deb bo'lmaydi. Qonunda qaysi davr qanday shart bilan inobatga olinishi belgilangan. Shuning uchun qo'shimga qo'shibdi, menga ham qo'shishsin degan yondashuv yetarli emas. Sizning hujjatingiz va holatingiz alohida tekshiriladi. 4-misol. Pensioni ishlagan, lekin ish beruvchi uni rasmiy emas, kelishuv asosida ishlatgan. Odam men 2 yil ishladim, pensiyam oshishi kerak deydi. Lekin tizimda ish haqi, soliq, badal ko'rinmasa, bu davrni isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun pensiya chiqqandan keyin ishlayotgan bo'lsangiz ham rasmiy ishni talab qiling. Mehnat shartnomasi bo'lsin, ish haqi bank orqali yoki rasmiy qayd bilan o'tsin, soliq hisobotida ko'rinsin. Aks holda keyin men ishlaganman degan gapni isbotlash uchun ancha yugurasiz. Birinchi qadam, pensiyangiz tarkibini bilib oling. Faqat kartaga tushgan umumiy summaga qarab xulosa chiqarmang. Sizga asosiy pensiya qancha, ustama qancha? Kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov bormi? Indeksatsiyadan keyin qaysi qism o'zgargan? Shularni aniqlash kerak. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali ma'lumot olish imkoniyatini tekshiring. Ikkinchi qadam, ish stajingizni solishtiring. Mehnat daftarchangizni oling.
undagi barcha ish joylarini alohida ro'yxat qiling. Qaysi tashkilot, qaysi sanadan qaysi sanagacha, lavozim, buyruq raqami, muhr bormi yo'qmi? Keyin pensiya organida hisobga olingan staj bilan solishtirishni so'rang. Agar farq bo'lsa, aynan qaysi davr hisobga olinmaganini yozib oling. Menga staj kam chiqibdi deb umumiy gapirmang. Masalan, 1998 yil 12 martdan 1993 yil 20 sentabrgacha bo'lgan ham davr hisobga olinmagan deb. 3-qadam, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga, tashkilotning huquqiy vorisiga, yug'ori turuvchi idorasiga so'rov yuboring. So'rovda ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, o'sha paytdagi familiyangiz, ishlagan davringiz, tashkilot nomi, lavozimingizni aniq yozing. Agar familiyangiz turmush sababli o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatni ilova qiling. 4-qadam, ish haqi bo'yicha hujjatlarni tekshiring. Pensiya miqdori past chiqqan bo'lsa, faqat staj emas, maosh ma'lumotlari ham muhim. Eski davrdagi ish haqi ma'lumotnomalari, hisob-kitob varaqalari, arxiv vedomoslari, korxona tomonidan berilgan ma'lumotlar bo'lsa, nusxa oling. Agar siz eng yuqori maosh olgan davr hujjatini topsangiz, qayta hisoblash natijasi sezilarli bo'lishi mumkin. 5-qadam, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olingan olinmaganini ko'rib chiqishingizni, agar asos mavjud bo'lsa, pensiyani qayta hisoblab, kam to'langan summalarni belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni yozing, hujjatlar nusxasini ilova qiling, albatta kirim raqami oling. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazorat qiling. Murojaat qonunida belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishi kerak. Agar javob kelmasa, qayta murojaat qiling. Agar og'zaki rad etilsa, yozma rad javobini talab qiling. Yozma javobda qaysi sabab bilan rad etildi aniq bo'lishi kerak. Masalan, arxiv hujjati topilmadi, mazkura davr qonunchilikka ko'ra stajga kiritilmaydi, ish haqi ma'lumoti tasdiqlanmadi kabi. Shundagina keyingi qadamni tanlaysiz. 7-qadam, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar sizda hujjatlar bor, lekin ular inobatga olinmayotgan bo'lsa, yuqori turuvchi pensiya organiga, adliya organlariga, prezident virtual qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin har bir joyga hissiyot bilan emas, hujjat bilan boring. Meni aldashdi deyishdan ko'ra, mana bu davr hujjat bilan tasdiqlangan, lekin pensiya hisobida aks etmagan deb aniq yozing. Hujjatli talab kuchli bo'ladi. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, harbiy bilet, diplom yoki o'qish davrini tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat boshqacha bo'ladi, lekin asosiy tamoyil bitta. Siz da'vo qilayotgan har bir davr va har bir fakt hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Hujjat topshirganda asl nusxani ko'rsating, nusxasini qoldiring. Iloji bo'lsa, har bir topshirilgan hujjat ro'yxatini qiling. Falon sanada falon hujjatlarni topshirdim degan qayd bo'lsa, keyin hujjat yo'qolib qolsa ham sizda dalil bo'ladi. Elektron yuborsangiz, yuborilganligi haqidagi tasdiqni saqlang. Birinchi xato: qo'shnimga pul qaytarilibdi, demak menga ham qaytariladi deb o'ylash. Har bir pensionerning holati alohida. Qo'shningizda staj xatosi bo'lishi mumkin, sizda esa hammasi to'g'ri bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, sizda kattaroq farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun taqqoslash uchun emas, tekshirish uchun harakat qiling. Ikkinchi xato: faqat telefon qilib so'rash. Telefon orqali umumiy ma'lumot olish mumkin, lekin murakkab masala yozma ko'rilishi kerak. Chunki pensiya hisob kitobi hujjatga bog'liq. Telefon orqali sizga to'liq tekshiruv qilib berishmaydi. Uchinchi xato: muddati o'tib ketgan hujjat yoki noto'g'ri ma'lumot bilan murojaat qilish. Masalan, arxiv ma'lumotida ism noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana mos kelmaydi, tashkilot nomi chalkash. Bunday holatda oldin hujjatdagi tafovutlarni tushuntiruvchi dalillarni tayyorlash kerak. 4-xato: firibgarlarga pul berish. Pensiyani qayta hisoblash qonuniy tartibda amalga oshiriladi. Hech kim ichkaridan hal qilib beraman deb sizdan pul olmasligi kerak. Agar haqiqiy asos bo'lsa, ariza va hujjat bilan ham hal bo'ladi. Agar asos bo'lmasa, pul berganingiz bilan qonuniy natija chiqmaydi, faqat aldanasiz. Hurmatli tomoshabinlar, pensiya indeksatsiyasi
va pul qaytarilishi masalasida eng asosiy gap shuki, har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Agar staj, ish haqi ustama yoki indeksatsiya bo'yicha xato bo'lsa, uni tekshartirish va qonuniy asos bo'lsa, kam to'langan pullarni talab qilish mumkin. Lekin hamma pensionerga avtomatik katta pul qaytariladi degan gapga ham ishonmang. To'g'ri yo'l hujjatlarni tekshirish, yozma ariza berish, yozma javob olish va zarur bo'lsa yuqori tashkilotlarga murojaat qilish. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq mehnat daftarchangizni, pensiya hujjatlaringizni, eski ish haqi ma'lumotlaringizni ko'rib chiqing. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p keksa insonlar o'z huquqini bilmagani yoki tashkilot yurishga qiynalgani uchun yillar davomida kamroq pul olib kelgan bo'lishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarni yozing. Pensiyangiz qayta hisoblandimi, pul qaytarildimi, qaysi hujjat muammo bo'ldi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir odamning emas, butun oilaning daromadiga ta'sir qilishi mumkin.